qachon o'zi ayollikni qabul qilolmaymiz, qachonki qiyinchilik bo'lsa. Ayol kishi shunaqaki, doimiy xavfsizlikni yaxshi ko'radi ayol kishi. Ya'ni, xavfsiz holatda hamma narsa yaxshi bo'lsa, uy-joyi, uni hamma qulayliklari bo'lsa, shu narsani rosayam xohlaydi va oldindan hamma narsani xavfsizligini ta'minlab qo'yilishini xohlaydi. Agar ayol kishi ozgina o'ziga xavfsizlikdan chiqib qolsa, ya'ni ozgina o'ziga qiyinchilik paydo bo'lib qolsa, darhol o'sha yerda o'zidan ko'ngli to'lmaslikni boshlaydi, xafa bo'lishni boshlaydi, jертваga kirishni boshlaydi, jabrdiydalikka kirishni boshlaydi, butun erkaklarni ayblashni boshlaydi, hayotda ayblashni boshlaydi, vaziyatlarda ayblashni boshlaydi, yashagisi kelmay qoladi darhol. Va shunaqa holatda ayollik bilan bog'liq, ya'ni matka, tuxumdon va ayoldagi jinsiy a'zolar bilan bog'liq vaziyatlar, ya'ni kasalliklar kelib chiqishni boshlaydi.